Bugun amakimning 8-kunlari. 8 kun ichida o'zgarishlar o'zlaridan so'raymiz. Qanaqa bo'ldi o'zgarishingiz? Boshida qanaqa edi? Majburiy yoza hastasi yuraman. Hozir o'zgarish shu bo'ldimi sizga? Hozir jiddiy bo'ldi. Oyoqlarni ko'tarib, tovoningizni bosib, Azobatda bosib yuribman. Muolajalar sizga yoqyaptimi? Bugungi shu yoqda. Bugungisi yoqdimi? Dushi bo'ldi bugungi. Mana shu Adhamjon boshchiligida mana shu qizimiz kelishdi, yana bitta o'g'limiz bordilar. Shu bugun 8-kun bobomiz ancha yaxshilar. Oldin yurisholmas edi, oyoqlari qaltirab turar edi. Endi hozir yaxshi yurib, hassani ham tashlab 5-6 qadam yurib, o'zlarini eplab qolishdi. Birinchidan Allohga shukr, shularni xizmati, harakatlari, sa'y harakatlari yurakdan chiroyli qilib massaj nimalarni qilishlari, muolaja qilishlari ancha yordam berdi. Bularni ham tan jonlari sog' bo'lsin, ishlari bardavom bo'lsin, biz xursandmiz. Bobomiz ham kunda duo qiladilar, yaxshi bolalarim ekan, yaxshi bo'lib qolyapman deb, tan jonlari sog' bo'lsin bularni ham. O'zgarish juda ham yaxshi.